Shoshilinch xabar: Cristiano Ronaldoni terma jamoaga chaqirishmadi va shuncha yil o'tgach u birinchi marta Portugaliyaga o'ynamaydi. To'liq ma'lumotni tushuntirib berishimdan oldin albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. So'nggi futbol yangiliklar faqatgina bizda. Bir necha soat oldin deyarli barcha katta terma jamoalar o'zlarining yaqinda bo'lib o'tadigan o'rtoqlik o'yinlariga tarkiblarini ma'lum qilishdi va u yerda bir nechta savollar paydo bo'ldi. Lekin hammani e'tiborini tortgan bu Portugaliyani terma jamoasi. Bu rasmga yaxshilab ahamiyat beradigan bo'lsangiz Cristiano Ronaldo ismli o'yinchini topolmaysiz. 29-mart va 1-aprelda bo'lib o'tadigan AQSh va Meksikaga qarshi o'yinda Portugaliya terma jamoasi uchun Al Nassr yulduzi o'ynamaydi. Lekin xavotirga o'rin yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra, o'yinchi o'zi shaxsan murabbiydan kichik tanaffus so'radi. Eslarda bo'lsa, bir oy oldin u Al Nassrda jarohat olgan edi va bu jarohat yana takrorlanmasin degan tarzda undan tashqari jahon chempionatiga 100% tayyor bo'lishi uchun bir nechta o'yinlarni qurbon qilishga majbur bo'lishdi. Endi menda siz uchun bitta o'ylantirib qo'yadigan savolim bor. Aynan hozirgi paytda terma jamoa uchun Ronaldo muhim o'yinchimi yoki usiz jamoa kuchliroq bo'ladimi? O'zingizning shaxsiy fikringizni albatta izohlarda yozib keting.